İkinci mavsum, birinci round, start. Hozir bizada birinchi challenge'imiz penalti. Mana hozir bizada ikkinchi round penalti. Fakat aylanib tepamiz 10 martadan kuzatib boring, yo'qsa like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Hozir bu safar men boshlab beraman. Men boshlab beraman. Gol bo'lmadi, keyingi raundlarni ham kuzatib boring. Hozir bizada 3-raund shtrafnoy jarima zarbasidan jonli devordan o'tirib gol urish kerak. Kuzatib boring. Gol bo'lsa like bosib qo'ying. Jarima zarbasidan gol urishga harakat qilaman. Hozir gol bo'lmadi. Hozir bizada 4-raund 1-1 aldab gol urish kerak. Kuzatib boring. Bu safar ham gol urishga harakat qilaman. Gol urishga harakat qilaman. Hozir bizada oxirgi round burchakdan pas va bittada one touch. Bu challenge'imiz 3 ta golgacha. Kuzatib boring. Kim birinchi 3 ta gol ursa shu yutib ketadi. Bu safar ham boshlab beraman. Hozir birinchisi gol bo'ldi va hozir bu bolada ham imkoniyat bo'lish uchun qolgan ikkalasini va bizni 5 raundlik challenge'imiz o'z nihoyasiga yetdi. Revansh uchun 100 ta like va keyingi videoda kuchlilar bilan to'qnashamiz.